Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun nazariy mexanikaning statika bo'limidan birinchi mavzuni ko'rib chiqamiz. Birinchi mavzu quyidagicha nomlanadi: kirish, statikaning asosiy tushunchalari va aksiomalari. Bu mavzu quyidagi rejadan iborat. Birinchi nazariy mexanika fani, ikkinchi statikaning asosiy tushunchalari, uchinchi statika aksiomalari. Bu mavzuni to'liq o'zlashtirish uchun quyidagi adabiyotlar va internet saytlarini tavsiya etamiz. Nazariy mexanika fani moddiy jismlarning bir-biriga ko'rsatadigan ta'siri va mexanik harakatning umumiy qonunlari haqidagi fan hisoblanadi. Mexanik harakat deganda nima tushuniladi? Jismlarning vaqt o'tishi bilan fazoda bir-biriga nisbatan siljishiga mexanik harakat deyiladi. Nazariy mexanika fani quyidagi fanlar bilan o'zaro aloqador hisoblanadi. Mana bu yerda mexanika fani tarkibiga kiradigan fanlar keltirilgan: amaliy mexanika, gidromexanika, aeromexanika, tuproq mexanikasi, materiallar qarshiligi, mashina detallari, mashina mexanizmlari nazariyasi kabi fanlarning asosi nazariy mexanika fani hisoblanadi. Ya'ni bu fanlarni o'zlashtirish uchun nazariy mexanika fanini yaxshi o'zlashtirish talab etiladi. Nazariy mexanika fani 3 ta bo'limdan iborat: statika, kinematika va dinamika bo'limlari. Birinchi bo'lim statika bo'limida jismlarning muvozanati, ularga qo'yilgan kuchlarni qo'shish, ayirish va kuchlarni ta'sir jihatdan teng bo'lgan ekvivalent kuchlar sistemasi bilan almashtirish masalalari tekshiriladi. Kinematika bo'limida esa jismlarning harakati geometrik nuqtai nazardan tekshiriladi. Ya'ni kinematikada jismlarga ta'sir etuvchi kuch va jismlarning massasi hisobga olinmaydi. Uchinchi bo'lim dinamika bo'limida esa jismlarning harakatini shu harakatni vujudga keltiruvchi kuchga bog'lab o'rganiladi. Demak, dinamika bo'limida asosiy faktor kuch hisoblanar ekan. Endi statikaning asosiy tushunchalari quyidagilardan iborat. Ikkita asosiy tushunchasi mavjud. Birinchisi absolyut qattiq jism, ikkinchisi kuch. Xo'sh, absolyut qattiq jism deganda nima tushuniladi? Jismning ixtiyoriy ikki nuqtasi orasidagi masofa har qanday kuchlar ta'sir qilganda ham har doim o'zgarmasdan qolsa, bunday jismlarga absolyut qattiq jismlar, ya'ni deformatsiyalanmaydigan jism deyiladi. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz. Ixtiyoriy shakldagi jism berilgan va bu shakldan olingan ikki nuqta A va B nuqta olingan va ular orasidagi masofa mana kesma tarzda ifodalangan. Bu jismga har qanday kuch ta'sir etsa ham A va B masofa, ya'ni L uzunlik o'zgarmasdan qoldi, konstanta. Ikkinchi asosiy tushuncha kuch edi. Jismga ta'sir etib, uning tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini o'zgartiruvchi sababga mexanikada kuch deyiladi. Kuch quyidagi 3 ta faktor bilan xarakterlanadi. Birinchisi kuchning miqdori, ikkinchisi kuchning yo'nalishi va uchinchisi kuch qo'yilgan nuqta. Mana bu rasmda esa kuchni xarakterlovchi 3 ta faktor ifodalangan. Ya'ni birinchi faktor kuchning miqdori edi. Rasmda ko'rsatilgan AB kesma kuchning miqdorini ifodalaydi. AB kesmaning uzunligi. Ikkinchi faktor kuchning yo'nalishi. Demak, bu kesmaga qo'yilgan strelkaning yo'nalishi kuchning yo'nalishini ifodalaydi. Uchinchisi kuch qo'yilgan nuqta. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, kuch A nuqtada qo'yilgan. Keyingi tushuncha kuch yo'nalgan to'g'ri chiziqqa kuchning ta'sir chizig'i deyiladi. Mana bu yerda ekranda ikkita rasm keltirilgan. Demak, birinchi rasmda F kuchi ko'rsatilgan. Bu kuchning ta'sir chizig'i MN chiziq hisoblansa, ikkinchi rasmda esa ikkita kuch ifodalangan: F1, F2 kuch jismga ta'sir etyapti va bu kuchlarning ta'sir chiziqlari shtrix chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Xo'sh, kuchning ta'sir chizig'ining vazifasi nimadan iborat? Nima degani u? Bu kuchlarni hisoblashda bizga kuchning ta'sir chizig'i ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni kuchni o'zini ta'sir chizig'idan bir nuqta
nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirish mumkin. Uzun ta'sir chizig'i bo'ylab va bu uzun ta'sir chizig'i bo'ylab kuchni ko'chirish natijasida kuchning jismga ko'rsatadigan ta'siri o'zgarmasdan qoladi. Mana endi statikaning tushunchalari, bir nechta tushunchalari mavjud. Ko'rib chiqamiz ularni. Agar jismga bir nechta kuchlar qo'yilgan bo'lsa, bunday kuchlar to'plamiga kuchlar sistemasi deyiladi. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Ixtiyoriy shakldagi jismga F1, F2, F3 va hokazo Fn kuchlar ta'sir etyapti. Ya'ni kuchlar soni 5 ta bo'lishi mumkin, 12 ta va hokazo bir nechta bo'lishidan qat'iy nazar bu kuchlar to'plamiga kuchlar sistemasi deyiladi. Keyingi tushuncha ekvivalent kuchlar sistemasi. Ikkita kuchlar sistemasi jismga bir xil ta'sir ko'rsatsa, bunday kuchlar sistemasi ekvivalent kuchlar sistemasi deyiladi. Mana ekranda ikkita jism berilgan. Birinchi jismga F kuchlar sistemasi ta'sir etayotgan bo'lsa, ikkinchi jismga P kuchlar sistemasi ta'sir etyapti. Bu kuchlarning sonidan qat'iy nazar, yo'nalishidan qat'iy nazar, bu kuchlar sistemasi, bu kuchlar to'plami jismga bir xil ta'sir etadi. Keyingi tushuncha, tinch turgan jism unga qo'yilgan biror bir kuchlar sistemasi ta'sirida ham tinch holatda qolsa, bunday kuchlarga o'zaro muvozanatlashgan kuchlar sistemasi yoki nolga ekvivalent kuchlar sistemasi deyiladi. Mana rasmda ko'rsatilgan jismga bir nechta kuchlar qo'yilgan. Bu kuchlar jismga ta'sir etayotganidan qat'iy nazar, jism o'zining dastlabki holatini, tinch holatini yoki o'zgartirmasdan qoldi. Demak, bu kuchlar jismga hech qanday ta'sir etmadi. Va bu kuchlar sistemasi o'zaro muvozanatlashgan hisoblanadi. Keyingi tushuncha, teng ta'sir etuvchi kuch. Agar biror kuchlar sistemasining jismga ko'rsatadigan ta'sirini bitta kuch ko'rsata olsa, bunday kuchga teng ta'sir etuvchi kuch deyiladi. Mana birinchi rasmda jismga ta'sir etyapti, bir nechta kuchlar ta'sir etyapti va bu kuchlarni jismga ko'rsatadigan ta'sirini bitta kuch ta'sir ko'rsatyapti. Va bu kuchni R bilan belgilaymiz va buni teng ta'sir etuvchi kuch deb atadik. Ya'ni hozirgi zamonda bu teng ta'sir etuvchi kuchni quyidagicha misol orqali tushunishimiz mumkin. Biror bir vazifa berilgan bo'lsa, shu vazifani bir nechta kishilar, masalan, 12 ta kishi bajarayotgan bo'lsa, yana shu vazifani biror bir texnika bajarishi mumkin. 12 ta kishi bajaradigan ishni bitta texnika bajaradi. Bajarish natijasi bir xil, vaqti bir xil bo'lsa, demak aytamizki, bu 12 ta kishining kuchi bilan texnikani kuchi teng bo'lib qoldi. Ya'ni texnikani aytishimiz mumkin teng ta'sir etuvchi kuch deb qiyoslab aytishimiz mumkin. Mana shunday o'zida eslab qolsangiz osonroq bo'ladi. Endi statika aksiomalari bilan tanishamiz. Statikada 5 ta aksioma mavjud. Birinchisi, jismga ta'sir etayotgan ikkita kuch miqdor jihatdan teng va bir to'g'ri chiziq bo'ylab qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'lsa, jism muvozanatda bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Ikkita kuch F1, F2 kuchi jismga ta'sir etyapti. Ularning miqdori teng, yo'nalishlari qarama-qarshi bir to'g'ri chiziq bo'ylab yo'nalgan. Ifodasiga ko'rsangiz, bu kuchlar tengligi, mana vektor holati tengligi ko'rsatilgan va ekvivalent 0, ya'ni biz yuqorida ko'rib chiqdik. Jismga bir nechta kuchlar ta'sir etayotgan bo'lsa, bu kuchlar ta'sirida jism tinch holatda qolganini o'zgarmasa, tinch holatda bo'lishda davom etaversa, demak, bu kuchlar sistemasini o'zaro muvozanatlashgan kuchlar yoki nolga ekvivalent kuchlar deb aytdik. Demak, mana shu bu kuchlarni nolga ekvivalent yoki o'zaro muvozanatlashgan kuchlar sistemasi ham deyishimiz mumkin. Ikkinchi aksioma, jismga ta'sir etayotgan kuchlar sistemasiga o'zaro muvozanatlashuvchi kuchlar qo'shilsa yoki olinsa, dastlabki kuchlar sistemasining jismga ko'rsatadigan ta'siri o'zgarmaydi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Birinchi
jismga ta'sir etayotgan 3 ta kuch berilgan edi: F1, F2, F3 kuchlari va bu kuchlarga o'zaro muvozanatlashuvchi F4, F5 kuchlari qo'shildi. Bu F4, F5 kuchlari qo'shilgani bilan dastlabki F1, F2, F3 kuchlarini jismga ko'rsatadigan ta'siri yoki umumiy holatda mana bu 3 ta kuch jismga qanday ta'sir etsa, ikkinchi holatdagi 5 ta kuch ham jismga bir xil ta'sir etyapti. Ya'ni F4, F5 kuchlari jismga hech qanday ta'sir etmayapti. Bu kuchni qo'shsak ham, olsak ham bu kuchlarni jismga dastlabki kuchlar sistemasi, ya'ni F1, F2, F3 kuchlarining jismga ko'rsatadigan ta'siri o'zgarmaydi. Statikaning 3-aksiomasi parallelogram aksiomasi deb nomlanadi. Jismning biror nuqtasiga qo'yilgan turli yo'nalishdagi ikki kuchning teng ta'sir etuvchisi shu kuchlarning geometrik yig'indisiga teng bo'lib, kuchlardan tuzilgan parallelogramning diagonali bo'ylab yo'naladi va kuchlar qo'yilgan nuqtaga qo'yilgan bo'ladi. Mana bu yerda birinchi rasmda F1, F2 kuchlari va ularning ta'sir chiziqlari shtrix chiziq bilan ko'rsatilgan. Bu kuchlarni ikkinchi rasmga ko'rsangiz, o'zini ta'sir chizig'i bo'ylab bir nuqtaga ko'chirdik va bu ko'chirilgandan keyin bu kuchlardan parallelogram yasaldi. Parallelogram diagonali o'tkazildi shtrix chiziq bilan. 3-rasmga ahamiyat bersangiz, bu shtrix chiziq, ya'ni parallelogram diagonali bo'ylab R vektor ifodalandi, ko'rsatildi. R vektorining qiymati ifodasi birinchi ifodada ko'rsatilgan R vektor teng F1 vektor plus F2 vektorga teng. Va bu teng ta'sir etuvchi kuchning miqdori kosinuslar teoremasi orqali aniqlanadi. Statikaning 4-aksiomasi Newtonning 3-qonuniga asoslanadi. Va u quyidagicha ta'riflanadi. Har qanday ta'sir miqdor jihatdan o'ziga teng va bir to'g'ri chiziq bo'ylab qarama-qarshi tomonga yo'nalgan aks ta'sirni vujudga keltiradi. 5-aksioma qotish prinsipi deb nomlanadi. Qattiq bo'lmagan, ya'ni deformatsiyalanadigan jism kuchlar ta'sirida muvozanatdan keyin ham muvozanatda qolaveradi. Bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.